Assalomu alaykum. Hurmatli bog'bonlar jamoati. Mana xudo xolasa biz очередной intensivniy gilos boqqa keldik. Bu sema posадка 4 ga 120. 4 ga 120. Hozir уже mana 100% guldodi. Sizlarga ko'rsatib beray. Mana bu o'ta yaqin deganlarga mana eng ko'pi mana 50 cm 70 cmdan shox chiqqan. Mana bu 1 litrning uzunligi 4 metr. Mana guldoshi отлично. Xudo xolasa bu yoqda 3 xil 4 xil sort. Onun orasida aplitilder hali nito sortlarga manda aplitilder qiyishtirib qo'yganmiz. Mana qiyishtirilgan yer. Bular ham 1-2 yildan keyin cho'ng'aysa, xudo xolasa boqi idealniy bo'ladi, xudo xolasa inshaalloh. A tak shu kungacha rezultat yaxshi. Mana guldoshi o'ta yaxshi. Endi bundan buyog'i qarmasini momona necha prosent qarmaydi, qanday cho'ng'ayot, o'shalarda video tortib boramiz. Xudo xolasa o'sha videolarni ko'rish uchun like'dan bosamiz, podpiska etmaganlar podpisatsiya etamiz. Даже mana daraxt orasidagi cho'plarni qaranglar, qanday so'nin. Qaranglar. Guldab o'ta so'nin. Ata guldoshi отлично. Xudo xolasa inshaalloh bu yog'i Allohdan qancha qarmaydi. Shu hurmatli bog'bonlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ishlaringizga ig'lik, cho'ntilaringga Alloh baraka bersin. Like'dan bosamiz.